Assalomu alaykum azizlar. Bugun kichkinagina eksperiment o'tkazmoqchimiz, ya'ni kuyish haqida. Xo'p, kuyishning bir necha xil turlari bor. Misol uchun, mana bunga o'xshash o't hisobiga kuyib qolish mumkin. Yoki bo'lmasam quyosh nurida, kislotada kuyish mumkin. Bugun odatda biz o't, ya'ni olov hisobiga kuyganda xalq orasida Voy! Zumra pasta surtaymi? Achyapti-da. Olib keling. Bor olib kel. Qanaqasini oling? Miyatni yalpizligidan olib kel, alabilosini. ya'ni tushundingiz. O'sha tish pastalarini surtish holatlari bor. Xo'p, tish pastalarini surtish foydami, zararmi? Shuni ko'rib chiqamiz. Ozgina qo'limizdan kelgancha, ya'ni kimyoviy mutaxassis bo'lganligimiz tufayli. Xo'p, tish pastasining tarkibida odatda tuzlar bor: kalsiy karbonat, kalsiy fosfat, kremniy oksidi, natriy gidrokarbonatga o'xshash suvda yaxshi erimaydigan yoki mutlaq erimaydigan tuzlar bo'ladi. Bularning bitta xususiyati borki, suvni o'ziga tortish qobiliyati bor. O'shaning uchun kuygan joyga surtgan vaqtida suvni tortadi. Ya'ni terida suv yig'ilish oldini oladi. Ya'ni qaysidir ma'noda kuyishni anaqasi yengillashtiradi. Va bundan tashqari buning tish pastasining tarkibida antiseptik moddalar ham bor. Mikroblarni, ya'ni bakteriyalar o'ldirish qobiliyatiga ega. Lekin bu malham qaysidir davrda foyda qilgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Ya'ni hozir o'sha kuyishning oldini yaxshi oladigan boshqa vositalar ham chiqib ketgan. O'shaning uchun imkon qadar o'shalardan foydalanish kerak. Nimaga? Kuyganda, surtilganda o'sha tish pastasining allergik chiqarish holatlari, ya'ni kuygan joyning nafas olish imkoniyatini pasaytirib yuboradi va kuyish darajasi baland bo'lgan vaqtida surtib qo'yilsa, juda og'ir ahvollarga olib kelib qo'yishi mumkin. Endi albatta buni tibbiy mutaxassislar bilan ko'proq bilishadi. Xullas, kimyoviy jihatdan oladigan bo'lsak, to'g'ri foydasi bo'lishi mumkindir, lekin o'sha joyga tish pastasidan ko'ra boshqa mahsulotlarni surtgan ma'qulroq bo'ladi. Bu video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga ulashing va biz ham yana shunga o'xshash ma'lumotlarni sizga ulashib boramiz. Videomizga shuni ham ilova qilmoqchimizki, nima uchun kuygan joylarga ishlatiladigan dorilar, ya'ni aerozollar hisoblanadi. Qariyb 90% dan oshiq o'sha kuyishda ishlatiladigan dorilar aerozol. Savolga kommentda javob yozib ketamiz.